Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Barcha salom. Bugun biz Akuga serialini olamiz. Mana shu joyda kuchayamiz va yonimizda bir nechta orollar bor. Shulardan daraxt olib va o'zimizga kerakli narsalarni ham sandig'imizga olib olganmiz. Ya'ni uy qurishimizga kerak bo'ladi. Hammaga salom, bugun men sizlar bilan aka shunday suralar qilib, uy quramiz. Qani, let's go. Qaraylik, biz kerakli narsalarni olib olganmiz mamizga. Va qaraylik, biz hozir ana bu orolga boramiz. Qarang, endi ku Aka daraxt. Yo, tosh qazigani. Tosh ham bor. Mana teyda bormi? Do'stlar, biz hozir mashitdan temir bormi yo'qmi qidiramiz. Обязательно. Или bizga yana ozgincha daraxt qazib olaylik. Xo'sh, do'stlar, bo'lmasa men uy qurishni boshladim. O, uka. Mana bu yerda zo'r joy bor ekan, uy qurishga. Mana shu yerga quramiz. Men bu yerga baza qilsak-chi? Mayli qilay. Yo, ikkita temir. Qaraylik. Biz hozir lapatkamizni olmaganmiz ekan. Bundoq qo'ldan qazib tashlaymiz loylarni. Qaraylik. Hozir biz bazani mana bundoq boshlab, shunda yopamiz, tepagacha. Bu yo'qlarni ham o'zgartiramiz. Aka, deraza olmaganimiz. Do'stlar, biz deraza olmabmiz. Endi yo'qlari bo'laveradi-yu. Mana yonimizda qumlar bor. Qumlardan qilamiz. Hozir men sandiqdan ana olib kelaman. Tosh, mana shu yerga baza qilganim. Endi toshli qilmaymiz. Bir stak yo'q. Bir stak ana olamiz bo'lmasa. Doska. Mana o'sha kam ishni boshlab yoribdi. Qaraylar, bizga kerak bo'ladigan mana bu temirni solib qo'yamiz. Loyni ham solib qo'yamiz. Qani, yaxshilab qurgan. Tosh bormi? Ha, bor. Nechta? Ko'p. Kerakmasmi tosh 32 ta? Yo'q. Hammasini oldim-da, lekin. Do'stlar, biz hozir Vizimaniyada kuchayamiz yaxshilab. Sal endi norma holatda kuchayganmiz. No, bo'ladi. Mana qo'yilib ketdi. Qaranglar, endi bunday qilib yopamiz. Tepasini do'stlar qo'yilib ketyapti o'zidan o'zi. Bu yerga ko'p narsa ketib qolar ekan do'stlar. Mana ancha joy egallar ekan. Ya'ni hozir bundoq qilib Tosh yetmadi, qaytasiz. O'sha daraxt bor joyda. Mana bu yerga zina qilib qo'yamiz. Endi ikkita toshdan zina yasasa bo'ladimi ekan? Yo'q, bo'lmaydi ekan do'stlar. Ozgina tosh qazib, zina qilib, nima ish qilib qo'yamiz. 6 ta. Bitta verstak yasaymiz. Ana shu yerga qo'yamiz. Hop. 4 ta. Bo'ladi, ikkitasi yetadi.
Mayli kelinglar. Mashtiga ham qo'yib yuboramiz yana. Lapatka kerakmi? Ha, kerak. Mana bitta bersak bor edi. Hoy, beraymi? Ber. Qancha qaziyman? Qazi. Bu yerdan qazima, u narigi oroldan qazi. Mayli bo'laveradi. Do'stlarni biz lapatga oldik. Do'stlar 3 ta kirpi bo'lib qolibdimi? Ma, kirpi. Kirkam bor. Sandiqqa solib qo'y. Mayli, 2 tani beradigan bitta berasizmi? Iyi. Do'stlar qilinchimiz qani bizda? Qara, bu o'tga ancha narsa ketib qolar ekan. Bo'tga doskami? Doskali qilamiz bu yerda. Doskali baza. Ya'ni bu yerga yaxshi joy qilsak. Iyi. Yana 3 ta kirka paydo bo'lib qoldi. Boltani o'rniga. Mana buni chopfor endi. To'xta, tomini sal balandroq qilamiz. Men hozir kelaman. Doskagam? Ha, Men uyga quraman, mayli. bazan qilib tur. Ishlar qilmadi, qurayman. Do'stlar, bizga nima bo'lyapti? Manda 6 ta kirka paydo bo'lib qoldi. Uni ustiga boltam bilan qilinchim ham yo'qolib qolgan. Voy, tosh yo'q. Qaranglar, kirka soldim-da ana. Ili 2 ta temirdan chiqarmikan? Versak qo'yib tur. Do'stlar, pechka kerak-ku bizga. Pechka nimadan yasaymiz? Mayli, nima mana. Toshga tushib ketolmay qolgani. Do'stlar, biz ham tushaylikmi? Nima deysizlar? Fakir. Yo'q bo'tdi. Tak. Sandiqda doska 3 sak bor ekan. Tak do'stlar, ekin qilamiz endi. Shuncha 10 ta tosh yetadi. Mana bu yerga ekin qilsak. Bambuklar. Bambuk. Qaysi bambuk? Mana bambuk oldim. Xarita yasadim, qog'oz yasadim. Paper do'stlar. Mana quyosh tushyapti, botyapti. Biz mana bu yerga divanimiz qo'yamiz. Hali voqli ekan. Ungacha Do'stlar, davom etib. voqni uxlash kerak. Voqli yerda o'tiramiz. Nega voqli desam, chunki voqli turib, voqlikdan ish boshlayveramiz. Tezga tushib qolmaydi shunday. Mana buni qaranglar do'stlar. Bu yog'i sap-sarida, bu yog'ini qaranglar endi.
Ya'ni biz uxladik. Uxla. Hozir. Aka, tomonga qarab uxlabmiz. Do'stlar, biz uxladik. Divanimizni buzamiz. Sandiqqa solib qo'yamiz. Oyna 9 ta bo'pti. Do'stlar, biz mana bitta ekin qilmoqchi edik, xabaringiz bor. Endi bitta yaxshilab bitta tekislab olsak. O'sirdingizmi aka? Ana do'stlar. Chiqsak. Zo'r turgan bitta qaravor aka. Mana do'stlar, ekinimiz. Mana shu kartoshka ekamiz. Tak bizda loy bor ekan. Tak kartoshka ekamiz 32 ta. Agar o't yetadi-yu o'tga do'stlar. Uy bo'chasiga narsa qilib tashlashmi? Tosh yetmaganiga. Biz ko'p narsa qurmoqchimiz. Xo'p, tosh yetmaganiga do'stlar, boshqacha toshdan quraman. Mana bu yerga 12 ta qoldi do'stlar. Mana ko'ramiz. 8 dona. Uchta dona qoldi do'stlar. Mana ekinimizni ham ekdik. Endi mana bu joyiga sabzi bormi? Bor. Sabzi ekamiz. Kartoshka ham bor. Kartoshka ekdim.